Assalomu alaykum hammalarga aziz vatandoshlar, aziz kuzatuvchilarimiz. Toshkent, Moskva yo'nalishimizdagi avtobuslarimiz. Hozirda mana 3 ta avtobusimiz peronda joylashib turibdi. Yana boshqa avtobuslarimiz ham o'z navbatini kutib turishibdi. Toshkent, Moskva yo'nalishimiz bo'yicha avtobuslarimiz Toshkent avtovokzalining xalqaro yo'nalishlar uchun mo'ljallangan peronlardan jo'nab ketadi aziz vatandoshlar. Tanlovda adashmanglar. Faqat mana shu Toshkent avtovokzaldan ketadigan UzAvtoTransservis avtobuslarini tanlasanglar, ishonchli, hamyonbop hamda aksiyalar uyushtiriladigan korxonaning avtobuslarida ketishingiz mumkin bo'ladi. Toshkentdan Moskvagacha bugungi ketadigan aksiyamiz doirasida 650 ming so'mga yo'lovchilarimiz biletlarni xarid qilishgan. Boshqa kunlari 865 ming so'm bo'ladi bilet narxlarimiz. Hozir 650 ming so'm. Boshqa kunlari ketadigan bo'lsa-da 865 mingga ketasizlar. Bugun mana 650 ming evaziga Toshkentdan Moskvagacha shu yo'lovchilarimiz yetib olishadi. Sizlar ham bemalol shunaqa qulay o'rindiqli mana monitorlarimiz ham bor. Bu yerda reklamalar, har xil ko'ngilochar video roliklar qo'yilib boriladi. Bemalol kuzatib tomosha qilib borsanglar bo'ladi. Avtobusimizda kameralarimiz ham joylashtirilgan. Bemalol xavfsizliklarni shu avtobusga, haydovchilarga ishonib yo'lga chiqsanglar bo'ladi. Aziz vatandoshlar, Toshkentdan Moskvagacha 865 ming so'm, faqatgina bugun 650 ming so'm evaziga yo'lovchilarimiz yo'llarini davom ettirishmoqda. Kimdaki mana shunday qulay komfort avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekranda qoldirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz. Boshqa raqamlarga qo'ng'iroq qilib adashib qolmanglar aziz vatandoshlar. Biz aynan Toshkent avtovokzalining o'zidan ketishimizni sizlarga yana bir bor e'lon qilamiz. Mana Toshkent avtovokzalining xalqaro yo'nalishlar uchun mo'ljallangan peronlarda turibmiz. Avtobuslarimizni bagajlarini ham bir bor ko'rsatib o'taman. Avtobuslarimiz bagajlari ham anchagina keng. Bemalol sizning yuklaringiz sig'adi. Mana taxmin qilishingiz uchun bagajimiz kengligi va yukimiz. Faqat mana shu ishonchli transport vositalaridan foydalanishingizni so'raymiz. Yo'lovchilarimiz pasatka jarayonlari amalga oshiriladi. Bemalol sizlar ham ketishinglar mumkin mana shu avtobuslarda. Chiptalarni xarid qilasizlar. Yo'lovchilarimizni ko'rib turganlarga joylashtirish. Hozir sizlar bilan avtobusimizni saloni bilan ko'rsatib o'taman. Salonni ko'rishinglar mumkin. Sharoitlar, yaratilgan sharoitlarni hammasidan tanishtirib o'taman. Bitta odam yo'q. Mana hozir haydovchilarimiz. Polizman bor aka. Keling, Ismat aka. Mana bu ikkinchi avtobusimizda yo'lovchilarimiz bilan to'lgan. Tanlovda adashmasligingiz uchun yo'lovchilarimiz mana hammalari joylashib o'tirishgan. Akalar charchamayapsizlarmi? O'zi minutda 3-odam syomka qilyapsiz. Yursin. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yuramiz hozir mana 2 minutda yuramiz. Yo'q, ikkita avtobus turibdi. Hozir shularning odamlar joylashmasin. Ketamiz hozir mana. Ketdik mana, yuramiz. Ha, kolonna bo'lib ketadi-da, tezroq o'tib ketasizlar shunda.